Ajoyib rezultat bor. Mana bir xolamiz bir oy oldin 12 mmlik grija bilan kelgandi. Bir oydan keyin o'sha 6 mmgacha qisqardi. Bu ko'plab rezultat qilganmiz. Bittasini jivoy ko'rsatdik bemorimizda. Nima bo'lgan? L4, L5 bo'g'im orasiga kirsa oqib chiqib, nervi siqib qo'ygandi. Siqib kuchli og'riq berib, kelgan paytda bemor yura olmay kelgandi. Ya'ni bir oyoqda harakat yo'q edi pastda. Faqat yotib kelganda yurish yo'q edi. Mana bir oy ichida o'sha rezultatlar bo'ldi, razmerlari kichkinalashdi. O'zidan ham so'rashingiz mumkin. 6-3 mmgacha. Mana buni ko'rishimiz ham mumkin nimada rasmida. Qanday holi o'zgarish kelganda qanday edi, hozir qanday? Bugun ikkinchi kurs lichinasi ikkinchi marta kelyapti. Rahmat doktorlarga. Sizlar taklif qilamiz. Bir oy oldin juda ahvolim yomon edi, yurolmayotgandim. Endi men Xudoga shukr yuryapman. Oyog'imda og'riqlar yo'q, belimda yo'q. Ancha yaxshi bo'lib qoldi. Xudo xohlasa ikkinchi kursdan keyin yanada kichkinalashadi, 6-3 razmer Xudo xohlasa. Yurib ketayman. Hozir ham yuraman, lekin og'riqlar ozaydi ancha. Agar sizda ham grija bilan bog'liq muammolar, bo'g'im og'riqlari, tizza, bel og'riqlari, oyoqda og'riqlar bilan muammo bo'lsa, murojaat qilishlaringiz mumkin. Xudo xolasa yordam beramiz sizlarga.